Narxi yoqsa podpiska, yoqmasa atpiska qilib olasizlar. Shu yerda turgan xolodilniklarning hammasini sotilayotgan narxidan, kirib kelgan narxidan, kerak bo'lsa zavod narxidan ham arzon qilib beraveramiz. Misol uchun bo'yi 1.85, eni 60 sensorli upravleniya, invertorli motorga ega bo'lgan xolodilnik, shunaqa ichlari akkuratli dizaynda bo'ladi. Morozilkasi pastda, xolodilnigi tepada. Bu xolodilniklar vaqtida $550 gacha sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i $299 dan. Slanoviy ko'z rangda bo'lgan bo'yi 1.45, eni 55 modelli. Vaqtida bu modellar $255 dan sotilgan. Bular original Turkiya zborka. Hozirgi paytda bu modellar bor yo'g'i $149 dan. Yana xuddi shunaqa bo'yda bo'lgan polirovniy metalligi ham bor. Bu modellar $210 gacha sotilgan. Bunisini 139, bunisini $135 qilib beriladi. Undan tashqari shunaqa ko'rinishda Beston brendining seriy va oq rangli xolodilniklari ham bor. Bu modellar $200 gacha sotilgan. Seriy rangini $129 ga, oq rangini bo'lsa $99 ga o'zinglarniki qilsanglar bo'ladi. Bu xolodilniklarni qanaqa qilib sotib olaman desanglar, bugun soat 17:00 da Telegram kanalga sotuvchi bolalar nomeri qo'yiladi. Imini shu xolodilniklarni rasprodaja narxida sotib olsanglar bo'ladi. Agar siz haligacha Telegram kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ishoning, haqiqiy katta chegirmalarni o'tkazib yuborasiz.